Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Bugun biz Andijon viloyati Baliqchi tumaniga navbatdagi bir fayzli xonadonga chiroyli qilib shumkali naves o'rnatib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. O'rnatgan bu navesimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Aziz yurtdoshlar, bu shumkali navesimizni razmeri uzunasiga 12,5 metr razmerda bo'ldi. Eniga 7,5 metr razmerda bo'ldi. 100% profil temir mahsulotdan tayyorlab bitkazdik. Stoykalari 8 ga 8, ikkilik stenali profildan foydalanganmiz. Burchak gullari, tepadagi xora qismlari lazerli variantda qilib, ikkiliklikda chiroyli qilib gul o'ydirib ishlab berilgan. Bu navesimizni asosiy mana yuk ko'taradigan firmalari 1,20 cm dan tashlab ko'rishlaring mumkin. Baqvat qilib 4 ga 4lik profilga, pastini 4 ga 2lik profil qilib 1,7lik stenalisidan foydalanganmiz. Juda ham chiroyli holatda chiqdi va har 50 cm ga aziz yurtdoshlar 3 ga 2lik profilni 1,5lik stenalisidan qatirib ustiga polni bir tarafi oq kraskalangan DF panerdan tashlab, ustiga 0,5lik falgadan tashlab, ustiga 0,4lik tunikani qatirib, yog'ingarchilikda, yoz issig'ida pastga issiq o'tkazmaydigan qilib, chiroyli qilib ishlab bitkazib ustanovkasini qildik. Aziz yurtdoshlar, bu shumkali navesimizni 1 kvadrat metrini dastavka ustanovkasi materiallari hamma yo'q ichida 350 ming so'mdan tayyorlab berdik. Mana shu shumkali navesimiz 33 million so'mga tushyapti. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Mana ko'rishlaring mumkin. Pastiga qo'yilgan DF panerni ham chakiga to'g'rilab, pastdan qaraganda umuman bir chaki bilinmaydigan qilib, chiroyli qilib ishlab berganmiz. Kimga shunaqangi sifatli naveslar, temir toklar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerimizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana 1 metr qismiga tumbalarini qo'yib, juda ham chiroyli holatda qilib ishlab berib bitkazdik. Aziz yurtdoshlar, ishimizga baho berasizlar, yo'qsa bittadan like bosib, shunaqangi xonadoniga temir naves, temir toklar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab.